aholi bandligini ta'minlash hamda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida joylarda samarali loyihalar amalga oshirilmoqda. Xuddi shunday loyihalardan biri Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Zarafshon mahalla fuqarolari yig'inidagi qulupnay yetishtirish istixonasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Keling, biz suhbatga ayni mana shu istixona egasini chorlasak. Shamshod aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Ayni mana shu istixonani qancha hududda tashkil etgansiz va bugungi kunda necha turdagi qulupnay yetishtirilmoqda? Bu yer 2 sotixdan iborat. Bu yerni tiklaganimizga 3-yil, lekin 2-yil klubnika qilyapmiz. Oilaviy birga qilamiz bu yerni 4 kishi bolalarim bilan shu faoliyatni yuritamiz. Bu yerda hozir koreyskiy sort bor, Solixan degani, keyin Alba degani bor. U bahorda tayyorlayapmiz. Hozir hosil beradi bahorda. Bu hozir bahorgacha hosil beradi, bahordan keyin unisi hosil beradi. Hozir yanvar oyi, qishki mavsumda mana shu 2 sotiq issiqxonadan qancha daromad olish mumkin bir oyda? Mana shu yerda 10 million, 12 milliongacha, hattoki mana aprellarda ko'proq hosil beradi. Chunki quyosh qanchalik ko'p bo'lsa, shunga qarab bu ko'proq hosil beradi. Hozir kamroq, lekin mana shu yanvarning 15-dan keyin o'zi ko'proq hosilga kiradi ular. Tushunarli. Ayni mana shu 2 sotiqli issiqxonani kengaytirish maqsadi bormi bizda? Mana shu xudo xolasa yaqinda yer olib 50 sotiqgacha ko'tarmoqchiman, chunki nafaqat klubnika, qishda ham beradigan bir malina sortlari bor. Mana shu narsalarni qilib xalqimizga taqdim qilmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, oddiy tomorqadan samarali foydalanish orqali nafaqat oila bandligi, balki bozor uchun sifatli mahsulot yetishtirishga ham erishilmoqda.